Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Men yana o'sha Free Gamerman. Bugungi o'yinda Taxi Simulator o'yinida o'ynaymiz. Bu o'yinda taksiga qiziqayotgan odamlar uchun zo'r o'yin. O'ynamoqchi bo'lsalaring o'ynayinglar. Buni men VIP emas, oddiysini o'ynayman. Shuni kuchaytirib tashlaganman. Sizlarga ham shu omadlar yetadi. Akkaunt sotiladi, kim olmoqchi bo'lsa. Normallik qilib tashlaganman akkauntni. Nomerlar, hamma narsa tuninglar kuchaytirsa mushkullar bo'ladi. Qiziq o'yin. Men sizlarga buni tavsiya etaman. Qani o'yinga kirdik. Sizlar bilan o'zi taksilik qilamiz. Hozir men zaifkada ishlamoqchiman. Kirmoqda. Hozir bu o'yin grafikasini sizlar ko'rasizlar. Juda ham qiziq o'yin. Zavod qarasizlar. Sport rejimlargacha bu. Kimlargadir ichidan qilish yoqadi. Ichidan qilsa ham bir haqiqatda bo'ladi. Ko'rinibdi mana. Bunda lokatsiyada kimdir belgilaysizlar. Yangi o'yinchi bo'lsalaring, hali lekin sariq lokatsiyadagi sariq odamlarni olmaydi. Agar odam shularni urib yuborsalaring, sizlardan bir 40 ming deganda 40 so'm deganda pul oladi. Mashinada yuvib turib, tozalab yursa bo'ladi. Tuzatib, zapravkalarga borsa bo'ladi. Faralari ham yonadi, bebirlaydi, hamma narsa ishlaydi. Bu o'yinga gap yo'q. Qani birinchi odam tashlaymiz. Mana ketdik. Bu o'ng tarafda nech pul berishni hisoblaydi. Chap tarafda vaqt. Vaqtga o'sha berilgan vaqtgacha olib borish kerak. Hozir ekran yozuvini olayotganim uchun sal telefonim qotyapti. Birinchi beradigan mashinasi bu o'yinda birinchi beradigan mashinasi shu AQSh shtatining shu taksilariga, politsiya mashinalariga o'xshagan mashin beradi. Oddiy mashin bo'ladi. Taksilik qilib yuraverasizlar. Bu akkauntimni sotmoqchiman. Shu Taxi Simulator akkauntimni kimdir olmoqchi bo'lsa, shu kommentariyaga yozib qoldirsin. Urovini 29 bo'lgan. Bemalol bu akkaunt sizlar xohlagan jo'ralaringga vaqtlanib qo'shilish o'ynasalaring ham bo'ladi. Qiziq o'yin. Birinchi mijoz tashdik bizga 1659 so'm beribdi va 5 ta yulduz reyting. Yaxshi 3 kilometr yuribmiz. Mana o'sha Free Gamer bugunga yetadi. Xayr, do'stlar, bo'pti.